Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar, kanalimiz a'zolari. Bugun sizlar bilan ona tili va adabiyot fanidan milliy sertifikat savollarining bir nechtasini ko'ramiz. Ekranda ko'rib turganingiz birinchi savol va 5-savol va 6-savollar keltirilgan. Birinchi savol orfografiya bo'yicha tushyapti. Savolni o'qiyman. Imloviy jihatdan to'g'ri yozilgan so'zlar qatorini aniqlang deb so'ralyapti bu yerda. A javob arxitektor, tasnif, asfala sofilin. B javob grek, xarakter, tamaddun. S javob maqtanchoq, tirnoqcha, ne'mat. D javob mamlakat, soxta, bezaktor. To'g'ri javobni topish uchun avval noto'g'ri so'zlar bor javoblarni aniqlab olamiz. A javobda tasnif, S javobda tirnoqcha, D javobda bezaktor. Hop, demak, to'g'ri javob bu yerda B javob bo'ladi. Grek, xarakter, tamaddun. Endi 5-savolni o'qiyman. Qaysi gapda qo'shimcha qo'llash bilan bog'liq uslubiy xatolik mavjud emas, deyapti. A javobda so'zni o'z o'rnida ishlata bilish uchun farosat, malaka va ziyraklilik kerak. Demak, A javobda xatolik bor. Ziyraklilik deyapti bu yerda. Hop, B javobda bu Osiyoning ser-unumli 3 turkiy forsiy tilini mukammal bilgan hukmdor edi. Ser-unumli turibdi bu yerda. Shuning uchun B javobni ham olmaymiz. S javob o'z vataningga bo'lgan muhabbatingni o'zga tilingga bo'lgan muhabbatingsiz tasavvur qilib bo'linmaydi, deyapti. Bo'linmaydida in bu yerda ortiqcha. Demak, to'g'ri javob qaysi bo'lyapti? D javob bo'lyapti. Til millat ma'naviyati va madaniyatining tosh oynasidir degan javob to'g'ri bo'lyapti. 6-savol. Qaysi javobda qattiq so'zi qiyin, og'ir, mashaqqatli ma'nosida kelyapti? Kabir har doim bunday qattiq mehnatlarni bajarib o'rganib qolgan edi. B javobda qattiq charchagan edim, nima deb javob berganimni bilmayman. S javobda bu yong'oqlar sening qattiq tishlaring orasida uqalanib ketadi toychog'im. D javobda Ahmadjon faqat shuni biladiki, dushman bu tepalikdan haddan tashqari qattiq o'qqa tutildi. Endi